go'zallik nima deyapti, mana bu yaltirashini qaranglar, farqor bo'rtib ishlangan pillalarni qaranglar. Mana bu go'zallikni nima deyapti? Arab davlatlariga qo'shni bo'lgan Misr davlatidamiz. Sharm-el-Sheyxda turetskiy oshxonada bu dubayskiy servirovka nima deyapti? Bagimalarimni haqiqatda chindan sevganimdan servirovkalarim bilan mana chaqchuqlar bor, chaqchuqimiz kelsa mana shunaqa bagema, qirolichalar bagemasidan olib kelib olganman o'zim bilan birga. Hozir xudo xolasa bismillah deb o'zimizni servirovkamizda taomlarni iste'mol qilamiz. Aytgancha 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan hammanglarni chin qalbimdan tabriklayman. Shuni eslatib o'tib ketaman. Ertaga Jivoy Ochritda ertalabki 10 dan xudo xohlasa servirovkalarimiz ham $59 dan $79.99 Dubay servirovkalarimiz katta chegirmada Jivoy Ochritda hamda $159-250 sotilgan juda ham chiroyli bo'lgan ikkita meva, ikkita shokolad, 8 ta chaquvlari bor bo'lgan bagemalarimizga bomba skidkada atigi $99 evaziga xarid qilishingiz mumkin. O'zingizlarni, yaqiningizlarni, onajoninglarni, sevimli ayolinglarni shunaqa bagema nonaligi bilan xursand qilsanglar bo'ladi. Kelinglar, marhamat, bayram nishoningizda. Bismillah. O'zimizni servirovka deyish va shu mazali.